Akbarjon, shunaqa qilib mana bir sochlarni to'g'rilataylik deb yozga kelyapmiz-da mana. Yaxshi qilibsiz aka mana. Shunday. Sochlar juda o'sib ketgan ekan, o'zimizga qaramasak bo'lmadi. Shunday aka qarab yurish kerak endi. Sizdan bir kattagon firma rahbari bo'lsangiz. Ha, shunday aytmang, o'ziga yarasha xodimlar endi do'st dushman bor deganda. Lekin shu bitta yaxshi tomoni Akbarjon sizga havasim keladi-da. Nimaga aka? Shu sartaroshlik ham ketaverasiz. Mana bizni sevimli taksi 13 yillik birda ham ishlab ketaverasiz. U yoqda mijoz bo'lmasa, taksidan mijoz bo'lmasa, bu yoqdan shu tomonlarida havasim keladi sizga. Klientlarni uyidan borib olib kelib, sochni olib qaytarib olib qo'yapsiz aka. Qoyili. Hali biznes katta sizda ekan-ku. Qoyil. Lekin shu joyda bitta sizga savol tug'ildi-da. Xo'sh. Endi shu sizga bir qiziqib ketdim-da hozir gaplaringizdan keyin o'zimcha o'ylab shu sartaroshlikdan necha topasiz endi? Sizga nima? Boshliq? Yo'q, tushundim. Menga endi haligisi nima-ku, lekin prosta demoqchi bo'lganim taksidan qancha topasiz? Sartaroshlikdan keyin masalan nechidan nechagacha taksi qilasiz? Taksi shu kechqurun ishdan keyin 1-2 soat ishlaymiz. 1-2 soat? Sartaroshxonada nechagacha ishlaysiz? Sartaroshxona har xil, ertalabdan kechgacha, ba'zida obeddan kechgacha. Qo'yili. U uyga ish qilib uxlagani boryapsizmi? Ha, shu uyga faqat uxlaganda yo'q. Qo'yili. Kuni bo'yi ko'chada. Qo'yil. Bir kunga shunda qancha daromad qilasiz endi? Ha, endi qiziqishdan so'rayapman endi, Akbarjon. Qancha bo'ladi bir kunga daromadingiz? 500 ming bo'ladimi? Har xil. Hazillashmang. Ba'zida obedga ishlaymiz 500 ming. Boshliq bo'lib men shuncha pul ishlamayman, qayerdan ishlayapsiz shuncha pulni? Taksida ishlayapman 10 yil birdan. Qo'yili. Akbarjon, yana bitta savol tug'ilib qoldi shu momentda. Mana har xil mijozlar bo'ladi-da, masalan, kimdir shoshilib keladi. Masalan, men hozir bemalol vaqtim mana ishdan keyin chiqib, sochimni oldirib, o'zimga qarab ketyapman-da. Masalan, shunaqa shoshilinch klientlar kelib qolsa, masalan. Hop. Qanaqa sochlarni qanaqa tez olib qo'yib jo'natib yuborishingiz kerak-da, masalan. Ko'rsataymi? O'sha vaqtlarda qanaqa qilib olasiz? Shuni mashinadan olaman. Mashina qo'yaman. To'xtang. Men savol berdim ya. Savol berdim. Men shoshilayotganim yo'q. Endi rosa savol ko'p beraman-da, Akbarjon. Juda qiziquvchanligim qursin. Aynan. Qarang, tasavvur qiling, mana soch oldiryapsiz. Soch olyapsiz. Mijoz o'tiribdi kreslongizda. Shu vaqtda programmangiz yonib turibdi-da, 13 yillik birdan buyurtma tushib qoldi. Shunda nima qilasiz? Programmadagi buyurtmani bekor qildirib, sochni olib, keyin mijoz kuzatib olib chiqasiz taksiga, shundaymi? Aka, qiziqmisiz? Ha. Bu yerda klient kutadi, bo'ylangan. Ko'chadagi kutmaydi. Borib ukilaman borib. Chala olingan soch o'tiraveradimi? Ha, kutadi bo'ylangan-ku. Ko'chada kutmaydi o'zi birdagi. Bu taksimiz tezkor, 13 yillik bir. Qoyilligi. Shunaqa zo'r ishchilarimiz bor ekan, mana endi bilyapsiz. Lekin sartaroshxonaga kelgan mijozga rahim kelyapti. Qoyilligi, shunaqa voqealar ham bo'lib turadi. Aka, bizda unaqasi ko'p bo'ladi aka. Qoyil. Agar xohlasam, men program yo'qaman. Klientni bajarib kelaman, siz ham kutyapsiz adam. Yo'q, iltimos. Bizda taksi tezkor taksi. Odam boshlig'iga yarasha shuni hurmatli qilmang, oxirigacha olib qo'yaylik buni. Qanday bo'ldi? Gap yo'q. Zo'r, juda chiroyli. Juda yaxshi bo'ldi. Akbarjon, baraka toping, qo'lingiz dard ko'rmasin. Endi qancha bo'ldi bizdan endi xizmat haqingiz? Sizdan 80 ming so'm bo'ldi. 80 ming so'm? Ha. Bu yoqqa 40 ming so'm deb yozib qo'ygansizlarmi? Bu sevimli taksining mijozlari uchun. Boshliqlariga 2 bor yuradi bizda. Nima? Sevimli taksi, xizmatingizga doim tayyor.